Bekbaraka, Abu Saxiy ipodrom bozoriga yaqin 3 kilometr yaqinlikda bo'lgan Bekbaraka жилой kompleksida mana 2 xonali uyimiz sotuvga qo'yilyapti. 57 kvadrat metr, ikkinchi qavatda joylashgan 8 qavatli binoda. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Zangiota tumani Bekbaraka жилой kompleksida 8 qavatli domimizda ikkinchi qavatida joylashgan 57 kvadrat metrdan tashkil topgan uyimiz mana egalar tomonidan sotuvga qo'yilyapti. Kimga qiziq bo'lsa kommentada yozib fikrlaringizni bildirasizlar. Sanuzellarga alohida joy tashalgan. Shunday oynani bu yoqda mana yangi masjidimiz joylashgan mana. İkinci qavatda joylashgan 57 kvadrat metr. Kimga qiziq bo'lsa jo'natib tanishlariga jo'natasizlar.